Qirg'izistonda o'lim jazosi qayta tiklanishi mumkin. 2025-yil 27-sentyabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida Aysulu Mukeshev ismli 17 yoshli qiz jinsiy zo'ravonlikka uchrash va so'ngra og'ir tan jarohatlari natijasida vafot etish ortidan nafaqat Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyoning barcha ijtimoiy tarmoqlarini larzaga keltirdi. Marhumning jasadi dala maydonidan ayanchli ahvolda topilgan. Gumonlanuvchi sifatida esa kamera yozuvlariga tushib qolgan 41 yoshli taksi haydovchisi hibsga olingan. Mamlakat aholisi ommaviy ravishda bu masalaga e'tibor qaratgan va aybdorlarni topib keskin jazolashni talab qilishmoqda. Buning ortidan Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov mamlakatda o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. Bu taklif avvalroq 2022-yilda xuddi shu kabi yosh qizning zo'ravonlikka uchrashi va vafot etishi tufayli deputatlar tomonidan ko'tarilgan edi. Ammo boshqa bir deputatlar Qirg'izistonda sud tizimi adolatsiz va mustaqil emasligi, bu qaror tufayli begunoh insonlar nohaq o'limga hukm qilinishi xavfi mavjudligi tufayli bu taklifga qarshi chiqishgan. Ma'lumot uchun, Qirg'izistonda oxirgi marta 1998-yilda o'lim hukmi ijro etilgan. 2007-yilda esa mamlakat o'lim jazosini bekor qilgan. Afsuski, bu holat faqatgina Qirg'izistonda emas, O'zbekistonda ham sodir bo'lmoqda. Misol uchun, Xorazmda bolalar uyidagi voyaga yetmagan qizlar mansabdorlar tomonidan doimiy ravishda jinsiy zo'ravonlikka uchragani, Toshkentda esa 16 yoshli nogiron qizni 4 ta noma'lum shaxslar tomonidan muttasil jinsiy zo'ravonlikka uchragani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ammo ming afsuski, aybdorlar qisqa muddatli qamoq jazosi bilan qutulib qolishdi. Nahotki bu kabi insoniylik chegarasidan chiqib ketgan zo'ravonlarga qat'iyroq jazo chorasi bo'lmasa, jazolarning yuzaki ekanligi balki bu holatlarning kamaymayotganligiga sabab bo'layotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi qurbon sizning qizingiz yoki singlingiz bo'lmasligi uchun qanday qat'iyroq choralar ko'rilishi kerak? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.